Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun Bobur Abdulaziz xonadonlariga hop afsona fason darvozamizni o'rnatib berdik. Darvoza biz kutgandan ham video chiqdi. O'zlaring ko'rib bahosini berasizlar. Hop, ko'p gapirib o'tirmayman. Darvoza haqida qisqacha qilib o'zlari baho bersalar. Assalomu alaykum hammaga. Darvoza cho'rtlik bor. Bizni xohlagan shukron majma joyiga yo'q. Rahmat hammaga. Sizlarga rahmat. Darvoza cho'rtlik chiqdi. Sizlarga tavsiya qilaman. 10 kilovat bo'yicha Libojaga borib, darvoza o'rnatib, qo'yib o'rnatib keladi hozircha. Uka qarang. Hop, kechasi ashxacha kelganda ana qilib tog'ot analab, nochor olib tovib, borib uyga borib, romini eshigini qo'yib keldi-da. Keyin bilan Libo bitta odamni aniqlab, biz ham sizdan yordam bo'ladi. Badiy emas, bu narsa hech narsa. Borib zavod qo'ydirib kelamiz uka. Bo'ldi, gapsiz yo'q ekan. Xudo xolasa obunachilar shu mana shu 20 ga ichida 10 mingta yoki 15 mingta qilib yuborsa, bitta qiynalgan bor o'zi hozir. 5 ming patpisch. 5 ming. 10 ming patpisch bo'lgan bitta robot. Xudo xolasa 10 ming patpisch bo'lsa, robotga 10 ming bor, 5 ming patpisch bor. 10 ming patpisch bo'lganda kabinetdan shunday aniqlaymiz g'olibda. Libo joyga borib, o'zim borib, billa borib, o'lchab, qayerdan bo'lsa qattiq nazar. Qiziq emas. 10 kilovat bo'yicha Libo joyga borib, robotni o'lchab, o'z xohlagan robot qo'yib, beslarni bekariga, dastaga, hamma yo'q ichida. Siz bor uyingizda ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi. Ukam borib, robot qo'yib, shu kabinetda robot. Shu videodagi menga, o'zimga, sizlar nima deb yozsangiz, g'olibni kabinetda aniqlaymiz. Обязательно shu bolaga patpichka bo'lgan bo'lsa shart. Xudo xolasa. Patpichka. Anaqa nima deydi? Boshqa anaqalarga o'xshab, yuzlarga o'xshab 100 ta 200 tasiga patpichka bo'lishi shart emas. Bitta shu bolaga patpichka bo'lasiz, bo'ldi. Kabinetda Allohcha bo'ladi. Nima deb yozsangiz, kabinetda aniqlaymiz. Shu videoni istoriya tortib, yaqinlarga atmetga qilib qoldirasiz. Bo'ldi. Sharti shu bitta shu bolaga patpichka aniqlasiz. Patpichka qilib shu videoni istoriya tortib, kabinetga hamshira hammasini atmetga qilib ketasiz. Shart shu oddiy bitta. 1 minutda ketadigan narsa. 10 mingta bo'lgan keyin Xudo xolasa g'olibni aniqlaymiz bizga. 10 ming bo'ladi patpichga. Kabinetdan shuni o'zim aniqlayman. Libo bitma bo'lki, balki siz bo'lishingiz mumkin. Libo bittasiga shuni bor aniqlab robot qo'yib kelamiz, Xudo xolasa. Bizni yo'qotib qo'ymang, albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Go, hammaga omad. Shunaqa robot xohlasangiz 1 minut vaqtingizni ajratasiz endi.